Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan TradeWay kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytida сделкаlar ochib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, ko'rib turganingizdek bizning balansimizda $20 bor. Bugun biz balansimіздagi hamma summa bilan 1 daqiqalik сделкаlar ochamiz, ya'ni 2-3 ta сделкаlar ochib videoni oxirida qancha foyda qilamiz yoki zarar qilamiz, buni sizlar bilan birga ko'rib boramiz. O'shaning uchun videoni o'tkazmasdan diqqat bilan ko'rishinglarni tavsiya etaman. Demak, bu sayt haqida qanaqa qilib analiz qilish haqida bizning YouTube kanalimizda videolar ko'p, bemalol o'tib hammasini ko'rib chiqishinglarni tavsiya etaman. Demak, biz kirganimizdan keyin har doim birinchi bo'lib texnik analiz qilishimiz kerak. Demak, 1 daqiqalik switchda ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda bitta liniya bor ekan. Bu liniya hozir bizda уровень сопротивления bo'lishi mumkin. Ya'ni bozor pastga поддержкаga tegan va поддержкаdan ko'rib turganingizdek katta impuls bilan tepaga qarab yurib kelgan. Demak, mana shu liniyagacha qarab yurib kelgan ko'rishinglar mumkin. Bu yerda mana soyasi ozgina mana shu liniyaga tegan va undan keyin ko'rishinglar mumkin bozor yaxshigina atkat bilan tepaga o'tib ketgan. Kelinglar biz bozor uzoqroqdan analiz qilamiz. Demak, 5 minutlik, 10 minutlik switchlar qo'yib, bozorni uzoqroqdan ko'rib borishimiz kerak. Demak, bu yerda biz 1 daqiqalik switchlar ochamiz. Bu yerda foizli qilib balansdagi hamma summani qo'yamiz va bu yerdan prodat tugmasini bosib 1 daqiqaga pastga qarab сделка ochamiz. Nega pastga qarab сделка ochdik ko'rishinglar mumkin. Bu yerda уровень поддержкani buzgan va ko'rishinglar mumkin yana shu уровеньga kelib tegan va bu уровеньdan yana bozor pastga qarab ketyapti. Demak, сделка bo'limiga o'tamiz. сделкamiz yopilishiga har 40 soniya bor. Kelinglar biz сделкani yaqinroqdan ko'rib boramiz. Ya'ni 15 minutlik switchga qo'yamiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerda bozor impuls bilan bitta ko'tarilib bergan va ko'rishinglar mumkin yana sekin pastga qarab ketyapti. Demak, balansimizda 0 so'm qoldi. Biz $20.80 bilan сделкаga kirgandik va ko'rishinglar mumkin сделкamiz yopilishiga 23 soniya qoldi va oxirgi minutlarda сделкamiz pastga qarab yurib beryapti. Ya'ni bizga plus tarafga qarab yurib beryapti. Lekin bu bozor buni aniq bilib bo'lmaydi. Xuddi shunaqa oxirgi soniyalarda ham bizga tepaga atkat bo'lib ketishi mumkin bozor. Agar plusga yopilsa bu сделкamiz ko'rishinglar mumkin $19 bizga plus beradi. Ko'rishinglar mumkin сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga plusga yopildi va $20 bizga $39.94 bo'lib keldi. Demak, sizlarga kattaroq switchda yana qanaqa qilib analiz qilganimni aytib beraman. Mana aytib o'tganimdek, biz уровень поддержка va уровень сопротивлениyalarni qo'yib olgandik va уровень сопротивлениyaga kelib bozor yana ko'rishinglar mumkin pastga qarab yurib berdi. Ya'ni yana bitta ikkita switch bizga qizilga yopilib berish kerak edi. Mana bu уровеньga borguncha. O'shaning uchun biz pastga qarab sразу сделка ochib yubordik va ko'rishinglar mumkin bizning birinchi сделкamiz foydaga yopilib berdi. Bizning balansimizga yana $19 plus qilib berdi. Agar bu liniyani yorib tepaga o'tib ketganda ko'rishinglar mumkin keyingi liniyamiz mana shu bo'lishi mumkin edi. Aytib o'tganimdek bizga bitta ikkita switch qizilga yopilib beradi degandim. Mana ko'rishinglar mumkin bizga keyingi switch ham уже impuls bilan qizilga ketdi. Kelinglar уже bu valyutniy parada сделка ochish opasniy, chunki o'rtada turibdi liniyalarni. Agar pastga liniya kelganda biz tepaga qarab сделка ochishimiz mumkin edi. Kelinglar biz boshqa valyutniy paralarga o'tib vaziyat ko'ramiz. Demak, bunda 5 minutlik switchda tushunarsiz holat bo'lyapti. Понижающий trend ketayotgan ekan. Kelinglar 15 minutliga qo'yib ko'ramiz. Mana bu yerda ham сделкаga kirishinglarni tavsiya etmayman, chunki вообще tushunarsiz holat bo'lyapti. Kelinglar 5 minutlik switchga qo'yamiz. 5 minutlikda biz analiz qilishga harakat qilamiz. Bu yerda mana уровень поддержка bu bo'lsa, hali уровень поддержкаga tegishiga bor. Bu yerda понижающий trend ketayotgan ekan. Hozir sizlarga треугольникka chizib ko'rsatib beraman. Demak, bu yerda bitta mana liniyamiz bor desa, kelinglar mana pastdagisini olamiz bu yerda, chunki yaqinda bozor yangilangan ekan. Endi biz bitta luch liniyasini olamiz. Ya'ni bu trendni aniqlab beradigan liniya bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Hozirda bozor oxirgi daqiqalarda bizga понижающий trend bo'yicha harakatlanayotgan ekan. Ya'ni bozor mana shu треугольник bo'yicha ketyapti. Mana shu yerga qo'ysak ham bo'ladi. Hozir bozor mana shu треугольник liniyasi bo'yicha harakatlanib, keyin tepaga yorib ketsa, tepaga сделка ochishimiz mumkin. Pastga yorib o'tib ketsa, biz pastga сделка ochishimiz mumkin. Kelinglar, biz hozir vaqtni yo'qotmaslik uchun videoni pauzaga qo'yib, yaxshiroq vaziyat topganda biz videoni davom ettiramiz. Va mana ko'rishinglar mumkin bizda yana bitta bozorda yaxshi holat bor. Ya'ni bu qanaqa holat desanglar, ko'rishinglar mumkin bozor mana уровень поддержкаga tegan va уровень поддержкаga tegib, уровень сопротивлениyaga ham tegan. Ko'rishinglar mumkin bu yerda уже sekin bozor tepaga qarab yurib keta olmayapti. Demak, balansimіздagi 100% summa bilan bu yerdan pastga сделка ochamiz. 1 daqiqalik сделка ochdik. Nega desanglar, ko'rishinglar mumkin уровень сопротивлениyaga tegan bozor va уже tepaga qarab yurib keta olmayapti. Kelinglar, bu yerda switchani biz 15 sekundliga o'tkazamiz va ko'rishinglar
mumkin bizani urvinimizga yana bozor qaytib keldi. Ya'ni urvin сопротивлениямizga tegib, bozor ozgina откат qilib, yana orqasiga qaytib kelyapti. Demak, сделка bo'limiga o'tsak, сделкamiz yopilishiga ko'rib turganinglardek 30 soniya bor. Bu сделкamiz yopilsa, bizani balansimizda общий $76 bo'lar ekan. Ya'ni $20 bilan biz videoni boshlagandik, ko'rishinglar mumkin. Balansimizda $76 bo'ladi. Chiste biza уже $56 sof foyda qilgan bo'lamiz agar bu сделкamiz bizga plusga yopilsa va mana ko'rishinglar mumkin, bozor uverindan pastga qarab ketyapti. Urven сопротивлениямizni retest qildi, ozgina откат qildi va ko'rishinglar mumkin, bozor yana o'zini liniyasiga, o'zini koridoriga qarab qaytib kelyapti. Demak, сделкamiz yopilishiga 1 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga ko'rishinglar mumkin 100% plusga yopildi. Demak, bizani balansimizda $76.68 bo'ldi va ko'rishinglar mumkin yana bozor o'zini liniyasiga qarab ketyapti. Endi biz hozir yana bir ikkita valyutniy paralarni tekshirib ko'rib, yaxshi vaziyat bo'lsa biz yana videoni davom ettiramiz. Mana bizda bozorda yana bitta yaxshi holat bor. Demak, hozir bu yoqda biz tepaga qarab 1 daqiqaga сделка ochdik va nega tepaga qarab ochganimizni hozir tushuntirib beraman. Demak, ko'rishinglar mumkin, bu yoqda bizda уровень поддержка bor edi, lekin bozor kelib, понижающий trend bo'yicha kelib bu уровень поддержкamizni yorib o'tib ketdi va ko'rishinglar mumkin, eng maksimumigacha tushdi. Hozir endi shu liniyadan bozor tepaga qarab yuradi, ya'ni уровень поддержкамizgacha yuradi. Bu yoqqa borib teggandan keyin bu уровень поддержка уже уровень сопротивления bo'ladi. Demak, ko'rishinglar mumkin, hozir bozor ko'tarilib, mana mashina liniyagacha tegishi mumkin yoki bundan oldingi сделкамizda bu liniyani ozgina proboy qilib, ya'ni ozgina tepaga urib o'tib ketib, yana bu liniyadan pastga tushib ketish kerak bozor. Demak, yaqinlashtiramiz. сделкamiz yopilishiga 20 soniya qoldi. Ko'rib turganinglardek, bozor hozir impuls bilan tepaga qarab yurib beryapti. Demak, kelinglar bu yerda 15 minutlik switchga o'tkazamiz bozorni yaqinroqdan ko'rish uchun. Demak, сделкamiz yopilishiga 10 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga 100% plusga yopiladi. Demak, ko'rishinglar mumkin, bu сделкamiz bizga plusga yopilsa, balansimizda $147 bo'ladi va ko'rishinglar mumkin, bu сделкamiz bizga plusga yopildi. Demak, bugungi qilgan сделкаlarimiz yetadi. Biz 3 ta сделка analiz qildik, ya'ni texnik analiz qilib biz 3 ta сделкаga kirdik va uchala сделкamiz ham bizga plusga yopilib berdi. Ko'rishinglar mumkin, balansimizda videoni boshida $20.80 bor edi va ko'rishinglar mumkin $147.23 bo'ldi. Biz video davomida sizlar bilan birgalikda $127 sof foyda qildik. Agar xuddi shunaqa bu saytdan pul ishlash texnik analiz qatlida biz сделкаlarga kirishimiz kerak, qatlida foyda olamiz, shular haqida ma'lumotlar va video darsliklar kerak bo'lsa, bizani YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa videoroliklarni biz ko'p video obzor qilib chiqarib turamiz. Demak, bu saytning ссылкасы bizani Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimiz ссылкасini video описаниyadan olishinglar mumkin va har xil taktika va strategiyalarning ma'lumotlarini ham bizani Telegram kanalimizdan olishinglar mumkin. O'shaning uchun hozirroq Telegram va YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.